o'sha paytlarda qadrimga yetganingda mana shu mashinada birga oqib yurardikda deb qadringizga yetmaganlarga, qalbingizni og'ritganlarga tashab qo'yasiz. Deflektorni и obshivkadagi ruchkalarga ulanib ketganini. Mana buni qarang. Nima qilgan buni? Yarim narxiga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ishoning, har doim ham bunaqa narxga chiqurmaydi. W223 kuzovi S500 S300, 400, 350 lar bilan adashtirib qo'ymang. Shu mashinani shu kecha kunduzda yangisini olib kelaman desiz, o'ldim deganda 220 ming, 230 minglarga olasiz. Bu ham 17 ming probeg va absolutni top-toza 2022-yil. Ishoning, buni ko'rib qolgan odam bor-ku, va qayerdan topasan shunaqa narxga mashinalarni deb bor-ku, tomlik ketib qoladi. Даже remont qiladigan joylarida ham assistentasi bor. Hamma narsani shu yerdan boshqarib o'tirsa bo'ladi. Prezidentskiy biznes klass mashina. Rangiga вообще maza qilardim. Shu darajada chiroyli yarashar ekan bu mashinaga. Bu rang xohlasangiz surishtirib ko'ring. O'zbekiston bo'yicha W223 S500 bunaqa narxga topa olmaysiz. Qarindoshingiz ham bermasa kerak bunaqa narxga. 105 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Probegatiga 17 ming, 2022-yil top-toza mashina. Podpiska tashab qo'ying. Hammaga nasib qilsin shunaqa mashina. Like ham bosib qo'ying.